Naim aka, hozir sizlar 5 kishi borgansizlar-da bizning do'konimizga. Qo'yliq dehqon bozori 34-do'konga. O'sha 5 kishi общий hisobda где-то bir 60 gektar 60 gektarga gigant ekishgan akalarimiz. Agar bu akalarimizni ham nomerlari kerak bo'lsa pastda qoldiramiz. Agar hosili bo'yicha, ya'ni tarvuz, Jizzax atrofi, misol uchun Navoiydan keladigan, misol uchun klientlar yo Toshkentdan keladigan klientlarga ham bemalol 60 gektarga tarvuzni xudo xolasa mana shu kunga kelib tayyor. Hozir aka, mana hozir ko'ryapmiz. Mana ertalabdan Rossiyaga ikkita fura gaplashib qo'ygan ekansizlar, to'g'rimi? Rossiyaga. Hozir mana shu kun bugungi kunga kelib turib, hozir necha puldan Rossiyaga anaqa sotyapsiz? Mana shu bugun biz boshladik, xudo xolasa. 2200 so'mdan kilosini. 2200 so'mdan kilosini. 6 kilo shablonga birinchi uzun. Endi boshlandi 2200 dan. 2200 dan misol uchun bitta fura taxminan 24 tonna, 24 tonna ketadi. 24 tonna. 23 deng. 23-24 ketadi. Ya'ni 50 milliondan adashmasam oshadi-da. Bitta furasimi? Shunga borib 50 ga borib qoladi. 50. Hurmatli dehqonlar, mana misol uchun живой holatda ko'rsatyapmiz. Bu dehqon akamiz, boya ham aytgandik, Namangan viloyati Aqcha qishlog'i. Chust tumani Aqcha qishlog'idan. Ya'ni Namanganda aqchalik dehqonlarni, olmoslik dehqonlarni respublikani hamma hududida bor. Eng professional dehqonlar vodiy dehqonlari deb misol uchun juda ko'p tan oladi. Endi hozir 60 gektar maydoni juda katta qismi eksport qilinyaptimi? Eksportga bizga. Eksportga. Ichki bozor ham bor. Ichki bozorga. Eksportga ham o'sha kelishadi. Rozuy kerak-ku eksportga. Shuni hisobga olib turib, shuna kirgan odam palayni ko'ryapsiz, mana palay yo'q. Tarvuzani yaxshi so'yib ko'rishadi-da. Biz bo'lmaganda olishadi. Ertalab keyin ikkita keladi, xudo xolasa. Ertalab keyin ikkita. Hozir gektariga misol uchun qarashingiz bo'yicha, misol uchun dehqonning o'zining bahosi bor-da. Necha tonna misol uchun mo'ljal qilyapsiz? Gektariga xudo xolasa 5000 ta beradi. Urug'ga gap yo'q. Ishonchli chiqdi. Ya'ni общий tonnada hisoblaganingizda ikkinchi uzum hammasini qo'shgan holatda hammasi misol uchun sotiladigan 70-80 ga boradi. Ya'ni misol uchun bu dehqonning bahosi hisoblanadi. 70-80 tonna dehqonning bahosi bor. Ya'ni ana bitta akamiz bor-ku, 60 gektarga ko'paytirib yuborsa, mana shuncha summa chiqib ketadi deydi-yu. Endi avvalo barakasini bersin. Barakasiga. Hosilni ko'ryapmiz aka. Men hozir qolgan dehqonlar bilan ham suhbat qilamiz. Qolgan 4 ta dehqon bilan ham. Hamma dehqon misol